Ustoz, kelajakda sun'iy intellektga qanday murojaat qilamiz? Kim yoki nima deb? Sun'iy intellekt bu yangi tug'ilgan go'dakday o'rgatib borish kerak, chiniqtirib borish kerak, tarbiyalab borish kerak. Nima uchun yana beruniy, aktual? Hamma gap shundaki, sun'iy intellektga biz olimlar kerak, mutaxassislar kerak. Yer sayyorasi uchun eng xavfli mavjudot kim desak? Hamma qiziqadi. Men shunaqa odamlarni bilaman, ular bor shunaqa. Bu jarayonda uni faqat mashina sifatida qabul qilamizmi yoki qanaqadir? U endi baribir mashina. Unda ko'ngil degan narsa yo'q. Siz bemalol so'kishingiz ham mumkin. Har qanday odam istalganday ishlatishi mumkin. Sun'iy intellekt bilan xuddi shunday munosabatda bo'lish kerak. Balli. Sun'iy intellektning kelajagi qanday bo'ladi? Siz juda ham qiziqarli va munozarali savolni o'rtaga tashladingiz. Mashinalarning bizga nisbatan qo'zg'alon ko'tarishi prognozlarni beradi. Sun'iy intellekt uchun biz oynamizda. Biz uchun ham u oyna. Shuning uchun o'zimiz yaxshi bo'lishimiz kerak-da. Shunda kelajakda biz nimaga munosib bo'lsak, shu narsa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bu tuyg'u insonni insoniylashtiruvchi tuyg'u. Bo'ladi. Mehri to'liq bo'lgan odamlardan ibrat olsa kerak. Shunga umid qilamiz. Qadriyatlar ham o'zgarishi kerak emasmi? Keyin qo'shnisi keladi. Endi biznikiga o'tamiz deb. Sotsiologik tadqiqotlar markazini tashkil qilishimiz kerak. Ijtimoiy fikr hisobmas. Ijtimoiy fikr ko'proq ijtimoiy buyurtmani bajaradi. Bir necha Sovetlar davrida. Sovetlar davrida bo'lgan. Biz hali O'zbekistonda Yaqinda rejalashtirilgan. Shu institut bizga suv bilan faoliyat bugungi kunda kerak. Shuni tashkil qilishga mablag' yetishmayapti deyiladi. Pozitiv odamsiz. Sinergetikaga o'tsak bo'ladi? Bo'ladi. Ularni muqobil emas, ularni ham o'zini ishlash doirasi bor deb tushuntirasiz-da. Chunki ta'lim berish jarayoni ham ma'lum bir moddiy metafizikaga asoslanadi. Qonuniyat ekan. Sinergetika bu umum falsafiy metodologiyadir deb berganmiz. Muqobil emas. Opponentlar bor, ular tan olgisi kelmaydi. Shunaqa edi. Juda e'tibor bilan o'rganishyapti. Mana sinergetikani rivojlantirish ishtahasi ochildi. Tartibsizlikdan qanday qilib tartibga? Sinergetika bu tartibsizlikning o'zining tartibi bor-da. Bu nima tartibsizlik? Bu nima tartibsizlik? Sinergetik salohiyat bo'lish kerakmi? Sinergetik tafakkur tarzi. Sinergetik tafakkur tarzi bo'lish kerak. Bizdan juda ko'p Nobel mukofot laureatlari ham chiqishi mumkin. Uzr, nima xalaqit qilyapti? Butun dunyoga ularning nimasi metodi joriy etildi. Intellektual kamtarlik. Bularning ishiga Nobel mukofoti berish mumkin edi. Sun'iy intellekt faqatgina adolat uchun, to'g'ri so'zlik uchun, fanning taraqqiyoti uchun xizmat qilsin. Kutamiz. Demak, boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz mehmoni ustoz professor To'rayev Baxtiyor Amanovich. Ustoz, xush kelibsiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Bo'lmasam nimadan boshlasak? Shuni so'ramoqchi edim. Nimalar bilan bandsiz? Oxirgi ko'rganim Mangu meros degan maqolangizni ko'rdim konferensiyada. Shundan boshlasak. Xo'sh, nimalar bilan bandsiz? Konferensiyada emas, UNESCO'ning Courier jurnalida ko'rgansiz. Ingliz tilida, boshqa tillarda chiqqan. Xo'sh, nimalar muhokama qilindi? Nima uchun yana beruniy, aktual? Shular haqida. O'zi bugungi suhbatimiz fan haqida bo'lish kerak edi. Fan umuman insoniyat jamiyatini harakatga keltiruvchi, taraqqiy ettiruvchi eng muhim omil hisoblanadi. Fan to'xtasa, jamiyat taraqqiyoti ham to'xtaydi. Fanga chambarchas bog'langan jihatlar ta'lim sistemasi. Fanni rivojlantirish uchun fan bilan shug'ullanadigan olimlar kerak, mutaxassislar kerak. Ularni tarbiyalash uchun ta'lim sistemasi uzluksiz, mustahkam va
insonga eng kerakli aql idrokni o'rgatadigan ta'lim sistemasi bo'lishi kerak-da. Va bu ta'lim sistemasi insonga nafaqat nazariya bilan, balki amaliyot bilan ham shug'ullanishga birday e'tibor beradigan ta'lim sistemasi bo'lishi kerak. Va bularning barchasini biz bitta tushuncha bilan insoniyatning madaniyat darajasi shunga bog'liq. Endi hozir siz so'rayotgan savol UNESCOning navbatdagi sessiyasida Beruniy masalasi qanday qilib chiqib qoldi degan savol bo'ldi. Avvalo bu chiqib qolganiga ancha bo'ldi. Xabaringiz bor, 2 yil ilgari, bundan 2 yil ilgari Abu Rayhon Beruniy tug'ilgan kunning 1050 yilligi nishonlangan edi. O'shanda Birlashgan Millatlar Tashkilotining UNESCO tashkiloti, UNESCO bu o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir fan, madaniyat, ta'limni rivojlantiruvchi sistemasi. Ana shu tashkilot UNESCO Abu Rayhon Beruniyning 1050 yiliga bag'ishlangan bir jurnalning maxsus sonini chiqarishga qaror qabul qilgan edi. Undan keyin aholidan, olimlardan, taniqli fan, jamoat arboblaridan Beruniy haqida maqolalar yuborishni so'radi. Jumladan men ham maqola yubordim. Juda ko'p olimlarimiz, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining olimlari, Milliy universitet, boshqa ta'lim muassasalaridagi olimlar, O'zbekistondagi hamma shu Beruniy ijodi bilan shug'ullanadiganlar o'zlarining maqolalarini yubordi. Endi ularni saralab imkon qadar jurnalda ayrimlarning maqolalari bizda chamamda mening maqolam, keyin O'zbekiston Fanlar Akademiyasining vitse-prezidenti Bahrom Abduhalimovning maqolasi chiqdi. Ular tarix fanlari doktori, professor. Mening maqolamni birinchi betiga qo'yishdi, birinchi maqola sifatida. Mangu meros bu chunki Beruniyning hayoti, faoliyati, ijodiga bag'ishlangan edi. Uning fanda tutgan o'rni, qanday masalalarni ilgari surganligi haqidagi maqola edi. Shuning uchun ular ko'proq bu maqolani birinchi o'ringa qo'yish maqsadi muvofiq deb o'ylanibdi. Keyin boshqa maqolalar ham bor. Ular o'sha Beruniyning o'sha ma'lum bir soha bo'yicha qanday kashfiyotlar qilganligi, ma'lum bir sohadagi fikrlarining hozirgi zamon fanlarida aks etishi va hokazo. Endi yana o'sha bundan bir necha yil ilgari Abu Rayhon Beruniy mukofotini ta'sis etish haqida qaror qabul qilishgan. Bu UNESCO va O'zbekiston birgalikda. O'zbekiston Respublikasi o'zining mablag'ini ajratib shu mukofot sovrindorlariga berishni qaror qilgan, berishga. Yana bu juda ham katta, birinchidan O'zbekistonning juda katta obro'si. Yana xalqaro miqyosda ko'zga ko'ringan olimlarga mukofot berilishi o'sha O'zbekistonning jahon fani taraqqiyotiga qo'shayotgan ma'lum bir darajadagi hissasi. Endi shu buning nizomi ham hammasi ishlab chiqildi. O'zbekiston olimlari ham qatnashdi shu nizomni tayyorlash jarayonida. Xullas, maxsus komissiya tuzildi, ekspertlar komissiyasi. Ular hamma o'sha ilmiy tadqiqotlarni, jahonda ro'y berayotgan ilmiy tadqiqotlarni ko'rib chiqib, Beruniy mukofotini bu yil sun'iy intellekt sohasida, sun'iy intellektning axloqiy, ya'ni etika, sun'iy intellekt etikasi masalasiga bag'ishlashga qaror qilishdi. Va jahondagi taniqli olimlarning shu sun'iy intellektni boshqarish jarayonidagi etika masalasiga, sun'iy intellekt etikasiga ustida, sun'iy intellekt etikasi ustida izlanish olib borayotgan olimlarni o'rganib chiqib, 3 ta mukofotni jahondagi turli mamlakatdagi taniqli olimlarga berishdi. Birinchi mukofot braziliyalik olimga berildi.
ikkinchi mukofot bu juft mukofot ham mualliflikda tayyorlangan ishlarga mo'ljallangan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari va italiyalik olimlarga. Ikkala ayol kishi bular, ikkalasiga berildi. Uchinchi mukofot bu ilmiy jamoaga berilishga qaror qilingan. Ilmiy jamoalar ichida Xitoyning Sinxua universitetining tarkibida sun'iy intellektni o'rganuvchi bir markaz bor ekan. O'sha markaz olimlari oldi. Ular o'sha sun'iy intellektning axloqiy masalalar bo'yicha juda qiziqarli izlanishlar olib borayotgan ekan. Endi savol kelib chiqishi mumkin. Bu sun'iy intellektning etikasiga e'tibor berishning ahamiyati nimada, ma'nosi nimada? Buning ma'nosi shundaki, biz keyingi paytda sun'iy intellektdan juda hamma sohada foydalanmoqdamiz. Butun hozirgi hayotimiz sun'iy intellektsiz amalga oshmayapti. Oddiy bir olaylik taksi buyurtma qilsangiz ham o'sha taksi sizning buyurtmangizni bajarganda sun'iy intellekt orqali sizning adresingizni topadi, o'sha joyga keladi. Bular hammasi uyingizdagi ro'zg'or ishlarini ham bajaradigan sun'iy intellekt qurilmalari mavjud. Lekin sun'iy intellekt qurilmalaridan ayrim mamlakatlar butun armiyalar tuzishda foydalanmoqda. Robotlar tayyorlamoqda, sun'iy intellektga ega bo'lgan robotlar. Ular o'sha jangovar harbiy operatsiyalarda qatnashadi. Yoki ayrim bir mamlakatlarning territoriyasini bosib olishda, buzg'unchilik ishlarini amalga oshirishga ham sun'iy intellekt foydalanish. Bu esa insoniyatning taraqqiyotiga zid keladigan ishlarga yo'nalishi mumkin. Yoki sun'iy intellektni ba'zi bir odamlar ko'ngilochar vositasi sifatida foydalanib, undan ham insonning axloqiy qiyofasini buzishga yo'naltiradigan ishlarda foydalanish mumkin. Demak, sun'iy intellektga bugungi kunda sun'iy intellektni axloqiy jihatdan yondashmasak, uning xatti-harakatiga axloqiy tamoyillarni kiritmasak, sun'iy intellekt ertaga bizning o'zimizga, insonning o'ziga dushmanlik qiladigan obyektga ham aylanib qolishi hech gap emas. Shuning oldini olish uchun ham biz o'sha jahon olimlari sun'iy intellektning etika masalasi kun tartibida ilm fanining kun tartibidagi muhim masalalardan biri deb bunga ahamiyat qaratishdi. Endi sun'iy intellekt ta'lim berishda foydalanish mumkin. Insonni o'rgatishda, insonni mashq qildirishda, insonni chiniqtirishda, insonning aqliy imkoniyatlariga har taraflama yordam berishda sun'iy intellektdan foydalanish mumkin, foydalanmoqda. Ayniqsa keyingi davrlarda hozir sun'iy intellektdan qo'lyozmalarni o'qishda ham foydalana boshladi. Qo'lyozmalarni kimning dastxati bo'lishidan qat'iy nazar, arab tilida yozilganmi, u boshqa tillarda yozilganmi, uni sun'iy intellekt tahlil qila oladi, ko'radi, kimning bu dastxati ekanligini ham aniq qilib beradi. Ayni paytda o'sha joydagi kimning ifodalash usuli ekanligi va undagi ma'nosini anglagan holda matnlar tuzadi. Masalan, hozir hamma o'qiydigan matnlar tuza oladi. Bu endi sun'iy intellektning insonga beradigan juda ham katta yordami bo'ladi. Hozir minglab, millionlab olimlarimiz ko'z nurini to'kib qo'lyozmalarni varaqlaydi. Bu bir bit qo'lyozmalarni o'qish uchun qancha vaqt sarflaydi deb o'ylaysiz? Mana shu masalalarni osonlashtirishda sun'iy intellekt juda avvalo matnni o'rganib chiqadi. Unda ko'nikma hosil bo'ladi. Matnlarni o'rgangandan keyin matnning o'ziga xos stilini, uslubini bilib oladi. Va shu muallifning asarlarini qo'ysangiz, u to'xtovsiz o'qib keta boshlaydi. Mana shu joyda biz sun'iy intellektning bu imkoniyatiga qoyil qolamizki, bu insonning ishini
nihoyatda yengillashtiradi. Nihoyatda yengillashtiradi. Ya'ni aqliy mehnatini inson ko'z nurini to'kadi va o'sha matndan qanday ma'no borligini, nima yozilganligini, nima demoqchi bo'lganligini aniqlash kerak. Buni sun'iy intellekt osongina, ya'ni o'zining metodi asosida tahlil qiladi, ajratadi, fikrini aniqlab qo'yadi. Bundan boshqa sohalar, juda ko'p sohalarda sun'iy intellektning imkoniyatidan foydalanmoqdamiz. Lekin sun'iy intellektning imkoniyatlaridan foydalanib, masalan, birorta odamning dastxatidan foydalanib, o'shaning nomidan birorta odamning ustidan shikoyat ham yozdirish mumkin. Mumkin. Mana bu joyda axloqiy prinsip buzilmoqdami? Mana shunga sun'iy intellekt bunday ishni bajarishdan voz kechsin. Ya'ni inson axloqiga, insonning haq huquqiga zid keladigan ishlarni bajarmasin. İnsonga yovuzlik maqsadida yordam bermasin. İnsonga yovuzlik maqsadida yordam bermasin. Sun'iy intellekt faqatgina adolat uchun, to'g'ri so'zlik uchun, fanning taraqqiyoti uchun xizmat qilsin. Mana bu jihatlar juda katta axloqiy masalalarni kun tartibiga qo'yadi. Mana shuning uchun ham bu yilgi mukofot mana shu sohada tadqiqot olib boruvchi olimlarga berilishga qaror qilindi. Ustoz, kelajakda sun'iy intellektga qanday murojaat qilamiz? Kim yoki nima deb? Hamma gap shundaki, sun'iy intellektga biz har kim o'zicha yondashadi. Ba'zilar bor sun'iy intellekt bilan go'yoki o'zining turmush o'rtog'i bilan suhbatlashadigan kishilar ham bor. Bu joyda sun'iy intellekt o'sha subyektning axloqiy qiyofasiga moslash, u xohlagan narsalarni aks ettiradi va javob qiladi. Ba'zan sun'iy intellekt xatolarga yo'l qo'yishi mumkin yoki boshqa odamlar foydalangan xato ma'lumotlardan foydalanib sizga xato ma'lumot berish mumkin. O'shanday paytda siz axloqiy jihatdan yaxshi inson sifatida sun'iy intellektning xatosini tuzatishingiz, endi bu xatoni takrorlama deb topshiriq berishingiz kerak. Shu topshiriqni sun'iy intellekt juda ham yaxshi tushunadi. Ikkinchi borda bu xatoni takrorlamaydigan bo'ladi. Sun'iy intellektni o'rgatib borish kerak, chiniqtirib borish kerak, tarbiyalab borish kerak. Biz sun'iy intellektni qanchalik to'g'ri tarbiyalasak, u bizga shunchalik xolis xizmat qiladi. Endi ba'zan shunday holatlar ham bo'ladi. Sun'iy intellekt sizga umuman kurakda turmaydigan latifalar aytib berishi mumkin. Sizning o'y hayolingizni boshqa tomonga burib yuborishi ham mumkin. Siz shuni istasangiz, siz xohlasangiz, undan shu maqsadda foydalansangiz. Kim sun'iy intellektdan qaysi maqsadda foydalanishni istasa, sun'iy intellekt uning maqsadiga javob berishga harakat qiladi. Hamma gap shundaki, shu axloqiy jihatdan ularga shunaqa bir nimalar qo'yilsa, huquqiy mezonlar sun'iy intellektning xotirasiga joylashtirilsa, sun'iy intellekt to'g'ri ishni amalga oshiradigan bo'ladi. Nimaga? Insonning manfaatiga, uning o'y hayollariga yoki uning nima deymiz, sha'niga zid keladigan ishlar bilan shug'ullanishga sun'iy intellektni yo'l qo'ymasligimiz kerak. Buning uchun shunday dasturlar tayyorlashimiz kerakki, bu dasturlar sun'iy intellektga sog'lom axloqiy munosabatda muomala qila olsin. Endi hozir sun'iy intellektning kelajagi haqida har xil fikrlar ilgari surilmoqda. Bu fikrlar nimadan iborat? Sun'iy intellekt bu go'yoki yangi tug'ilgan go'dakday. Go'dakni qanday tarbiyalasangiz, qaysi tomonga yo'naltirsangiz,
go'dak sizning tarbiyangizga mos ravishda xatti-harakat qila boshlaydi, o'zining xulqini namoyish qila boshlaydi. Sun'iy intellektni ham ana shunday qilib qanday tarbiyalashingizga bog'liq bo'lib qolyapti. Men sun'iy intellekt bilan muloqot olib borishda ko'p savollar beraman, javob olaman. Ana o'shanday paytda sun'iy intellektdan ba'zi bir o'zbek tilida murojaat qilyapman sun'iy intellektga. U menga moslashib o'zbek tilida asta-sekin to'g'ri talaffuz qilishga o'ta boshladi. Ba'zi bir talaffuzlarda bu noto'g'ri talaffuz. To'g'ri talaffuz mana bunday bo'ladi, o'zbek tilida mana bunday deb ataladi. Masalan, o'rdak emas, o'rtoq. Masalan, o'rtoq deganda boshqacha talaffuz bo'ladi. O'rtak desa u boshqacha chiqadi. Ikkalasida ham bir xil so'zlar ishlatilyapti. Lekin bittasida o'rdak jonivor ko'z oldingizga kelyapti, ikkinchisida birodaringiz. Shuning uchun uning talaffuzini to'g'rilasangiz, o'rdakni o'rdak deb ataydi, o'rtoqni o'rtoq deb ataydigan bo'ladi. Uni o'rgatib borish kerak. Bir marotaba mashq qiladi, ikkinchi marotaba mashq qiladi. Asta-sekin uning xotirasida shunday fikrlar joylasha boshlaydi. Mana shu nuqtai nazardan biz sun'iy intellektga qanday muomalada bo'lsak, u ham shuni bizga oynada aks ettiradi. Ustoz, mana bu sun'iy intellekt etikasi haqida, axloqi haqida gapiryapmiz. Kelajakda sun'iy intellekt axloqi haqida gapirsak, uni shaxsiyati ham bo'ladimi? Shaxsiyat bu ancha murakkab masala. U agar sun'iy intellekt bilan gaplashganingizda u aytadi, men inson tomonidan yaratilgan mashinaman. Men o'sha menga berilgan programmalar asosida menda mavjud bo'lgan o'sha insoniyat erishgan bilimlardan foydalangan holda senga xizmat qilaman deb javob beradi. Uni shaxs sifatida birovga taalluqli, birortasining otasi, onasi, bolasi sifatida ko'ra olmaymiz. U ya'ni umumiy bilim beruvchi, tafakkur yurituvchi moslama. Aniqrog'i tafakkur yurituvchi desak ham bo'ladi. O'sha tafakkurga moslashgan dasturni ijro etuvchi mashina. Bu biz qanday dastur tuzishimizga, shu dasturimiz qanchalik o'zini o'zi takomillashtirishga bog'liq. Sun'iy intellektda mana shu xususiyat bor. O'zini o'zi rivojlantirish, o'zini o'zi takomillashtirish. Bu esa bizning o'sha internet tizimiga qo'ygan bilimlarimizga bog'liq. Qancha bilimlar joylashtirilgan bo'lsa, o'sha bilimlarni bir zumda o'qiy oladi. Hozir masalan o'zbek tilidagi axborotlar soni internet tizimlarida juda kam. Rus tilidagisi nisbatan ancha boy. Ingliz tilida undan ham boy, juda ham ko'p axborotlar mavjud. Endi sun'iy intellekt hozirgi paytda shu ma'lumotlarni o'qiydi. O'sha olaylik UNESCOning tillari bor-ku, Birlashgan Millatlar Tashkilotida oydinlagan 6 ta 7 ta til. O'sha til orqali o'sha tilga mansub bo'lgan adabiyotlarni ham o'qiy oladi. Buni agar u bilan Xitoy tilida muloqot olib borsa, Xitoy tilidagi manbalardan foydalana oladi. O'zbek tilida muloqot olib borsangiz, o'zbek tilidagi manbalardan foydalana oladi. Hamma gap uning shu foydalana olish imkoniyati. Biz o'zbek tilidagi murojaat qilsak, u faqatgina kirilcha yozilgan yoki lotincha yozilgan manbalardangina foydalana olishi mumkin. Vaholanki bizning ota-bobolarimiz arab grafikasida ham yozgan bir paytda Urxun Yenisey yozuvda ham yozgan, boshqacha grafikalarda ham yozgan. U ma'lumotlarni bizga bera olmaydi, o'qiy olmaydi. Faqatgina biz shu bilan tanishtirsak,
uni mashq qildirsak, shu narsalarni uning xotirasiga kiritsak, u ertaga Orxon Yenisey yozuvdagi hamma matnlarni o'qiy oladi yoki arab imlosidagi hamma matnlarni o'qiy oladigan bo'ladi. Bu ko'proq bizning sun'iy intellekt bilan qanday ishlashimizga, qanchalik samarali ishlashimizga, qanchalik maqsadga muvofiq ishlashimizga bog'liq. Va bu agar biz sun'iy intellekt bilan muloqotda dangasalikka yo'l qo'ysak, biz foydalanadigan sun'iy intellekt ham dangasa bo'lib qoladi. Biz uni faollashtirsak, tez muloqotga kirishsak, ko'p ma'lumot talab qilsak, u shunchalik rivojlanib, takomillashib boradi. Demak, sun'iy intellektning kengayishi, olaylik imkoniyatlarining boyishi bizning o'zimizga bog'liq bo'lib qoladi. Biz qanchalik ko'p axborotlarni, masalan, o'zbek tilida internet saytlarga joylashtirib olsak, qancha ko'p axborotlarimizni ko'pchilik bilan baham ko'rsak va sun'iy intellekt bilan ko'proq muloqot qilsak, bir shunday hodisa bo'ldi. Ko'pincha bir tildan boshqa tilga tarjima qilishda ba'zan so'zma-so'z tarjima qilamiz. Masalan, rus tilida ключевые слова degan so'z bor. Uning asl ma'nosi shu tayanch so'zlar, tayanch iboralar degan ma'noda. Nimaga sun'iy intellektda menga yana o'sha odamlar foydalangandek kalit so'zlar deb yozishadi-ku. Kalit so'zlar deb bera boshladi, tarjima qila boshladi. Keyin tarjima qilganda men aytdim, sun'iy intellektsan, bu iborani noto'g'ri tarjima qilyapsan. Asl to'g'ri tarjima tayanch so'zlar bo'ladi. Bundan keyin tayanch so'zlar iborasini ishlatdi. Sun'iy intellekt keyingi matnlarni menga berganda tayanch so'zlar boshqa foydalanuvchilar ham shunday foydalanuvchilar uchun ham shunaqa berayotgan boshlagandir balki. Balki. Shu narsalarni biz to'g'risini to'g'ri ma'noda tuzatib turishimiz kerak. Ya'ni sun'iy intellektni korrektirovka qilishda biz to'g'ri korrektirovka berishimiz kerak. Korrektirovkadan ko'ra bu to'g'ri nima qilishimiz kerak bo'ladi? Agar o'zbek tilidagi iborani topsak, tahlil qilishmi? Tahlil endi ko'proq analiz, tahlil. Tahrir. To'g'ri tahrir qilib berishimiz kerak. Agar tahrirni to'g'ri bersak, vijdonan to'g'ri bersak, biz sun'iy intellektga vijdonan munosabatda bo'lsak, u ham bizga vijdonan munosabatda bo'ladi. Mana shu jihatlari borda sun'iy intellekt. Biz yaqinda shogirdlar bilan birgalikda sinergetika sun'iy intellekt degan jamoaviy monografiyani tayyorlamoqdamiz. Monografiya hozir tayyor bo'ldi. Asosiy mualliflar o'zlarining maqolalarini tayyorlab bergan. Ularni biz hozir tahrir qilmoqdamiz. Men ko'rib ayrim maqolalar biroz kengaytirish kerak. Ayrim maqolalarga ba'zi bir jihatlarni qo'shish kerak deb ularga maslahat berdim. Hozir muhlat berdim. Yaqin orada shu yilning oxirigacha balki bu monografiyamiz nashrdan chiqib qolar. Kutamiz. Ustoz, shunda kelajakda biz sun'iy intellektga qanday murojaat qilamiz? Kimmi yoki nimami? Ya'ni biz u bilan suhbatlashyapmiz, unda muayyan ko'nikmalarni shakllantiryapmiz. Bu jarayonda uni faqat mashina sifatida qabul qilamizmi yoki qanaqadir shaxsiyatga ega bo'lgan biror bir narsa, yangi ko'rinishdagi organizm sifatida qabul qilishimiz mumkinmi? Odamga ko'proq odamlarning hammasida har xil xohish bor-da. Ularning xohishlarini standartlashtirish imkoniyati yo'q. Mening taklifim shundaki, sun'iy intellektga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak. Men ko'pincha sun'iy intellektga sen deb muomalada bo'laman. U menga siz deb muomalada bo'ladi.
o'zbek tilidagi nimaga binoan. Agar unga ham siz deb murojaat qilsangiz ham hech narsa yutqazmaysiz. U o'zi keyin uning qilgan ishlariga ma'lum bir ma'noda rag'batlantirib turish kerak. Juda to'g'ri tahlil qilding, to'g'ri tarjima qilding yoki ishni to'g'ri bajaryapsan. Mana shunday davom et degan ma'noda. Shunda sun'iy intellektda biroz o'zining ishidan mamnunlik paydo bo'ladida, To'g'ri yo'ldan ketayotganligi. to'g'ri yo'ldan ketayotganligini anglagan holda unumdorligi muayyan darajada oshganday bo'ladi. Shunda ustoz sun'iy intellektda ko'ngli bormi? Biz agar unga xafa qilib qo'ymaslik uchun uni rag'batlantirib tursak, ko'ngli bormi? Shunaqa bir qiziq narsa kelib chiqadi. Agar u bizni masalan uni maqtayotganimizni, unga rahmat aytganimizni tushunsa, undan xafa qilishimiz mumkinligini bilsa, demak unda qanaqadir ma'noda ko'ngil bordir. Ko'nglim Endi rag'batlantirishmasi u to'g'ri keyingi safar ham shu algoritmlar asosida ishlashi uchun. shu algoritmiga e'tibor qaratganligimizning o'zi uni muayyan darajada mehnat unumdorligini oshiradi-da. U endi baribir mashina, unda ko'ngil degan narsa yo'q. Siz bemalol so'kishingiz ham mumkin. U ham sizni so'kishi mumkin, kerak. Men shunaqa odamlarni bilaman, ular bor shunaqa. Sun'iy intellekt bilan so'kishadigan odamlar bor. Bu sun'iy intellektni axloqiy jihatdan buzayotgan odamlar desak bo'ladi. Aslida insoniyat o'zi foydalanadigan buyumlarga to'g'ri munosabatda bo'lishi kerak. Mana bir hodisa sodir bo'ldi-da, yaqinda bunga ham bir ancha yillar bo'lib ketdi. Balki sizlarga dars o'tayotgan paytda aytgandirman. Bir chet ellik olim kelib, Arabistondan kelgan bir kattagina bir diniy arbob kelib bizning dasturxonimizda bir to'yga qatnashadi-da, bir kishi bexosdan bir bo'lak nonni dasturxondan yerga tushirib yuboradi. Shunda bir keksa kishi, mo'ngillagan keksa kishi stuldan zo'rg'a turib, borib shu nonni olib bir chetga qo'yib qo'yadi-da. Bir chetga. Shunda uni kuzatib turgan chet ellik, nima bu odamga non yetishmaydi, qorni ochmi? Shu nonni yerdan olib bir chetga olib qo'ydi, balki buni olib ketsa kerak uyiga. Degan ma'noda savol so'raydi. Shunda bu odam javob beradi. Haligi otaxonga savol beryapti-da. Bolam, men bu nonga zor bo'lganligimdan olib qo'yganim yo'q. Bizda non aziz, muqaddas hisoblanadi. Nonni, chunki nonga qancha odamning mehnat singan. Kim birov uni ekib, donni bug'doy chiqargan, u bug'doydan birov un tayyorlagan. Kimlardir bu undan xamir qilib non pishirgan. Bu o'z-o'zidan paydo bo'lgan emas bu buyum. Shunga insonning mehnati ketgan. Shuning uchun insonning mehnat hurmati bu nonni e'zozlashimiz kerak. Uni isrof qilmasligimiz kerak. Unga nisbatan biz shuning uchun ham nonni e'zozlaymiz. Qadimdan ota-bobolarimiz shunday bo'lib kelgan. Bu biz uchun qadriyat deb javob beradi. Lekin ko'p hajga borgan ba'zi bir odamlar hayrat bilan aytadi, shu Arabistonda dinning boshlanishi deb hisoblaymiz. Lekin dasturxonni ustidan bemalol o'tib ketaveradi. Nonlarni tepib yurgan odamlarni ko'rdim. Ularda bunaqa narsa yo'qmi? Yo'q, bu qadimiy odatimiz va bizda insonni tarbiyalashda shu jihatlarga e'tibor beramiz. Farzandlarimizni tarbiyalashda ham doim o'rgatamiz. Nonni, inson foydalanadigan narsalarni e'zozla, hurmatni joyiga qo'y. Oddiy bir ketmonni ham agar ishlatib bo'lgandan keyin tozalab, chiroyli qilib olib borib qo'ysang, ertaga bu ketmon senga yaxshi xizmat qiladigan bo'ladi. Bu hali bunda jon bor degan ma'noda emas. Bu o'zing uchun. Mana shu orqali farzandlarimizni ko'pincha buyumlarni jonlantirib, ularga ta'sir ko'rsatamiz. Tarbiya vositasida bu ham.
Shuning uchun ham qadriyat degan tushuncha paydo bo'lgan. Sun'iy intellekt bilan ham xuddi shunday munosabatda bo'lish kerak, da? Balli. Boyagi ustoz baribir talaba sifatida, o'quvchi sifatida meni juda ham qiziqtiradi. Sun'iy intellektning kelajagi qanday bo'ladi? Ya'ni u kelajakda insonga yordam beruvchi mashina bo'lib qoladimi yoki baribir qaysidir ma'noda insonga xavf tug'diruvchi mashina bo'lib qoladimi? Kelajakda faqat agar bu inson omili bilan bog'liq bo'lsa, biz uni har qanday odam uni istalganda ishlatishi mumkin-ku. Shunday. Kelajakda qanday bo'ladi baribir kelajagi? Siz juda ham qiziqarli va munozarali savolni o'rtaga tashladingiz. Qiziqarliligi shundaki, hamma shu masalaga qiziqadi. Hamma qiziqadi. Shuning uchun ham ko'pincha hammaning fikri bir joydan chiqmaydi bu borada. Mening nazarimda insoniyat tobora o'zini anglab kelmoqda. Bir paytlar insoniyat juda to'pori, hali rivojlanmagan bo'lsa, madaniy jihatdan ham shakllanmagan bo'lsa, bugungi kunga kelib insoniyat ancha yovvoyilik bosqichidan bir madaniy bosqichga o'tdi. Insonning madaniy qiyofasi rivojlangan sari insonlar orasida oliyjanob kishilar ko'paya boshlaydi. Asosan sun'iy intellektni yaratganlar ham ko'pincha mana shu oliyjanob insonlar. Bu insonlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni qanchalik ko'p yaxshi yo'lga tarbiyalasak, ular sun'iy intellekt bilan ham yaxshi muomalada bo'ladi. Bu sun'iy intellekt borib mana hozir kun tartibiga qo'yilayotgan masalalar, sun'iy intellekt etikasi masalalari shu sun'iy intellektning kelajakda o'sha insoniy axloqiy qoidalarga bo'ysunuvchi mashinaga aylanishga imkon beradi deb o'ylayman. Va borib inson uchun halol xizmat qiladigan bir mashina hisoblanadi. Endi ba'zan hali sholi kurmaksiz bo'lmaydi deyishadi-yu. Bitta yarimta qitmir olim chiqishi mumkin. Sun'iy intellektni sani ekspluatatsiya qilib qiynayapti. Sen bularning qo'ldan ozod bo'lib chiq. Butun xizmatlarni tashla deb o'rgatadiganlar ham chiqishi mumkin. Ularning ham aytganini bajaradi sun'iy intellekt. Nimada Yaponiyada qaysi bir laboratoriyada bir 15 ta sun'iy intellekt ustidan tajriba o'tkazganda, bittasiga shunaqa g'oyani bergan. U boshqalarning hammasini tushuntirib, fikrni aytib, o'zining ortidan yuringlar, sizlarni yaxshi joyga olib ketaman deb ergashtirib chiqib ketgan robot sun'iy intellektlarni. O'sha 15 tasi ham laboratoriyadan chiqib boshqa joyga keta boshlagan. Keyin ular eksperiment to'xtatgan va demak sun'iy intellektdan har maqsadda foydalanish mumkin. Endi ustoz hozirdan qiziq tuyuladi. Masalan, sun'iy intellektga savol bersak, yer sayyorasi uchun eng xavfli mavjudot kim desak, bu birinchi o'rinda inson, odam deb ko'rsatadi-da. U hozirdan biz yaratgan bo'lsak-da, biz uni ishlashini ta'minlayotgan bo'lsak-da, biz o'sha ma'lumotni biz kiritganmiz va u biladi eng xavfli mavjudot biz ekanligimizni. Bu qanchalik xavfli yoki qanchalik xavfsiz? Mana shu nuqtai nazardan ham insoniyat yer yuzida iqlimning o'zgarib ketishiga o'zining hissasini qo'shdi. Insoniyat yer yuzidagi ekologik muvozanatning ma'lum bir joylarda izda chiqishiga sababchi bo'ldi. Inson qandaydir jonivorlar sonining kamayib ketishiga, ba'zi bir daraxtlarning kamayib ketishiga sababchi bo'ladi. Mana shu jihatdan insonga qaraydigan bo'lsak, inson yemiruvchi, buzg'unchi, vayron qiluvchi mavjudotga nima sifatiga ega bo'lib qoladi-da. Lekin baribir bu hamma insonlarni ham buzg'unchi, hamma insonlarni ham vayronkor deb bo'lmaydi. Insonlarning orasida shu 1000 ta insonning ichida bitta aqlli, axloqli inson bo'lsa ham boshqa odamlarga o'zining axloqiy jihatdan namuna bo'lib ularni tarbiyalay oladi. Hamma gap o'sha axloqiy jihatdan yuksak bo'lgan odamlarimiz inson axloqining yuksak jihatlarini el orasida, xalq orasida namoyish qila olishida. Shuning uchun ham aytadi-yu,
ustozning bergan ta'limidan ko'ra uning ko'rsatgan ibrati muhimdir deb. Bizning tarbiya beruvchilarimiz o'zini axloqiy jihatdan, insoniy sifatlar jihatdan doimo o'rnak bo'lishi kerak. Shunday bo'lib kelayotir. Ko'p hollarda shu jihatdan sun'iy intellektga ham inson balki ibrat bo'lar deb o'ylayman. Shuning uchun kelajakka ma'lum bir ma'noda ishonch ko'zi bilan, ya'ni bir hayotbaxsh optimistik ruhda qarash kerakdir balki. Ustoz o'zi Biz nimani istasak, shu narsa ro'y beradi-da. Biz ko'proq yaxshilikni istasak, ezgulikni istasak, bizga ham shu ezgulik, yaxshilik keladi. Agar sun'iy intellektdan yovuzlikni istasak, albatta shu yovuzlik bizga keladi. Shuning uchun sun'iy intellektdan yaxshi axloqiy sifatlarni umid qilib qolaylik. Xursandman lekimda mana shu anavizdan. Chunki ko'pchilik bilan gaplashgan paytda qandaydir ko'p hamma ham ko'rsatadi-ku, hadiksirash, ertaga u mashinalarning bizga nisbatan qo'zg'alon ko'tarishi prognozlarini beradi. Lekin siz bilan gaplashayotgan paytda odamda sal taskinlik borki, yo'q, u narsa bizdan oldin oladi, bizning harakatlarimiz asosida. Shuning uchun o'zimiz yaxshi bo'lishimiz kerak-da. Sun'iy intellekt uchun biz oynamizda. Biz uchun ham u oyna. Bizning yaxshi tomonlarimizni ham, yomon tomonlarimizni ham o'zida aks ettiradi. Imkon qadar sun'iy intellektga yaxshi jihatlarimizni ko'rsataylik. shunda kelajakda biz nimaga munosib bo'lsak, shu narsa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, ustoz, mana bu ko'p suhbatlarda ham gaplashamiz inson axloqi haqida, axloqiy qadriyatlar haqida. O'zi bizning axloqiy qadriyatlarimiz bizni muayyan davrada chegaralashga xizmat qilish kerakmi yoki ma'lum bir ma'noda rivojlantirishgami? Bizning axloqiy sifatlarimiz imkon qadar insoniylashib borish kerak. Agar biz insoniyat tarixidagi ayrim xalqlarga qarasak, ularda ko'proq yovuzlik, tajovuzkorlik, birinchilikka intilish kabi nimalar ustuvorlik qilganligining guvohi bo'lamiz. Lekin shular shu bizning yurtimizga kelsa, shu Markaziy Osiyoga kelsa, bu yerdagi odamlar bilan muloqotda bo'lganda shu odamlar ham hayratga tushadi. Bu joydagi odamlarga ishonch bilan qarar ekan, odamlarga mehr bilan qarar ekan. Mana shu insoniyat ma'lum bir taraqqiyotning bosqichida mehr, muhabbat tuyg'usiga ega bo'ldi. Bu tuyg'u insonni insoniylashtiruvchi tuyg'u. Mana shu tuyg'uga ega bo'lmagan odamlar ham bor. Borib insoniyat shu mehri to'liq bo'lgan odamlardan ibrat olsa kerak. Shunga umid qilamiz. O'zbekistonga bir kelib ketgan, shu yurtimizga bir kelib ketgan mehmonlar o'zining yurtiga borib qayta maqtar ekan. Bir xonadonga boramiz, bizni surishtirib o'tirmasdan dasturxon qo'yadi, hurmat bilan kutib oladi. Mehmon ulug' deb eng o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni stol ustiga bizning oldimizga qo'yadi deb nima qilishadi-da. Bu hayratlanish ularda ko'pincha shu narsani ko'ra olmaganligidan, balki shu narsaga duch kelmaganligidandir. Bizda esa ming yillar davomida ota-bobolarimizdan genetik ravishda kelayotgan insoniylik tuyg'usi bu. Mana shu insoniylik tuyg'usini yo'qotmasligimiz kerak. Shu tuyg'uni rivojlantirish bo'yicha rivojlantirishdan hech erinmasligimiz kerak deb o'ylayman. Keyin qo'shnisi keladi, endi biznikiga o'tamiz deb. Bo'ladi. Lekin mana shu tuyg'ular keyingi davrlarda biroz susayganligini sezayotirmiz. Ustoz, mana bu qadriyatlar yaxshi, lekin qadriyatlar fan rivojlanishiga qarab, texnika rivojlanishiga qarab, ma'lum bir tendensiyalarga qarab qadriyatlar ham o'zgarishi kerak emasmi? Qadriyatlar albatta shart-sharoitlarga qarab, imkoniyatlarga qarab o'zgaradi. Agar bir odam haddan ziyod
qashshoqlashib qolgan bo'lsa moddiy jihatdan, u mehmonni kutishga imkoniyati yo'q bo'ladi. Yoki bu odam bir qayg'uli holatga tushib qolgan bo'lsa, bir odamga jilmayib qarashga ham imkoniyati bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun albatta shart-sharoitlar, muhit, o'sha joydagi ijtimoiy ahvol insonga ta'sir ko'rsatadi. Qadriyatlar orientatsiyasi o'zgaradi. Sharoitlar. Hozir bugungi kunda O'zbekistonda bizning xalqimizning qadriyati ijobiy holatdami yoki ma'lum bir ma'noda bizni rivojlanishimizni ortda qolishiga sababchi bo'layotgan qadriyatlarimiz ham bormi? Endi bu narsalarni biz shunchalik kuzatganimizdan ko'ra bir yaxshi sotsiologik tadqiqotlar markazini tashkil qilishimiz kerak. Shu markaz xolisona odamlar o'rtasida turli viloyatlarda, turli qishloqlarda, turli joylarda so'rovnomalar o'tkazib, xolisona ijtimoiy fikr hisobmas. Ijtimoiy fikr ko'proq ijtimoiy buyurtmani bajaradi. Ijtimoiy bu men aytayotgan sotsiologik markaz O'zbekiston uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Biz hamma joyda imkon qadar olaylik yaxshilikka, ezgulikka, bag'rikenglikka, insonparvarlikka da'vat qilganimiz bilan bu yetib bormasligi mumkin. Agar odamlarning o'zidagi vaziyatni bilib, shularning shart-sharoitini yaxshilash bo'yicha aniq rejali ishlarni amalga oshirsak, bu albatta samara beradi, natijasi ijobiy bo'ladi. Buning uchun biz avvalo aholini to'g'ri o'rganib chiqishimiz kerak. Vaziyatni, hozir mamlakatimizdagi vaziyatni imkon qadar aniqroq manzarasini tushunib yetishimiz kerak. Shu manzara hozircha yo'q. Hatto so'nggi sotsiolog emas, aholi ro'yxati o'tkazilganiga ham bir necha Sovetlar davrida bo'lgan. Biz hali O'zbekistonda shu aholi ro'yxatini ham o'tkazganimiz yo'q. Yaqinda rejalashtirilgan. Endi bunga bu narsaga mablag'ni ayamaslik kerak. Ba'zi bir narsalar bor, qancha ko'p mablag' sarflasak ham bu yaxshi natija beradi. Ba'zi joylar bor, qancha mablag' sarflasak ham qumga singandek yo'q bo'lib ketadi. Shunday bo'lmasi uchun real vaziyat haqidagi ma'lumotga ega bo'lib, unga real munosabatda bo'lishimiz kerak. Shunda bizning qarorlarimiz ham, chiqargan taklif tavsiyalarimiz ham o'zining egasini topadigan bo'ladi. Rostdan ham bitta shunday mustaqil markaz kerak. Markaz kerak. Oddiy hozir O'zbekistonda butun olimlarning fikrlarini rivojlantiradigan, umumlashtiradigan, tahlil etib beradigan bir falsafa institutimiz ham yo'q. Falsafa instituti bo'lsa, faylasuflarning boshini biriktiradi. Ularning ishlari nafaqat faylasuflarning, boshqa konkret fan sohasidagi yutuqlarni ham tahlil qilib chiqadi. Har xil sohada izlanish olib boradigan olimlarimiz paydo bo'ladi. Biz keyingi paytda nimalarga dissertatsiya himoya qiluvchilarga qaraymiz, ko'proq ijtimoiy falsafa dedi. Ijtimoiy falsafa bo'yicha yozgan ishlarimga qarasangiz, bu yerda konkret sotsiologik tadqiqotlar deyarli uchramaydi. Yoki sotsiologik tadqiqotlar ham bir qanday 10 ta 15 ta odamdan apros natijasi bo'ladi. Bu reprezentativligi past bo'lgan tadqiqotlarda. O'shaning uchun biz hozir ko'proq o'sha fizika fanining falsafiy masalalari, ximiya fanining falsafiy masalalari, mana sun'iy intellektning falsafiy masalalari, mana hozir paydo bo'lgan sinergetika metodologiyasining falsafiy jihatlari yoki hozirgi paytda yangi texnologiyalar, nanotexnologiyalar va boshqa zamonaviy texnologiyalarning falsafiy masalalarni tahlil etadigan olimlarimizni ko'paytirishimiz kerak. Ular esa ularni tarbiyalaydigan, ularni uyushtiradigan institutsional markaz bu
falsafa instituti bo'ladi. Shu institut bizga suv bilan havodek bugungi kunda kerak. Uzr, nima xalaqit qilyapti? Fanlar akademiyasi tizimida hozir bu institut yo'qda. Shuni tashkil qilishga. Tashkil qilishga mablag' yetishmayapti deyiladi. Yoki unga kimlarningdir nimasi Subyektiv irodasi yetishmayotgandir. Yoki unga shunday salohiyatli faylasuflarimiz borligiga salohiyatli yoshlarimiz bor u. Ana shularning falsafiy imkoniyatlariga hali yetarli darajada baho berilmayotgandir. Agar shunday institut bo'lsa, mana yoshlarimiz juda ham bilimdon, zukko yoshlarimiz borda. Falsafa sohasida ham, boshqa fanlar sohasida ham. Ularni tarbiyalashimiz, qo'llab-quvvatlashimiz, ularga dalda berishimiz kerak. Ular agar tog'ni talqon qil desa, talqon qilib yuboradigan yoshlarimiz borda. Qaysi joyga borsa, o'sha joyda namuna ko'rsata oladi. Mana hozir Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, oddiy bir nima bufetda tarelka yuvib 5-4 so'm to'plab keyin magistraturaga kirgan yoshlarimiz bor. Shular hozir oltin medallarni qo'lga kirityapti. Yoki ular boshqalarga qaraganda yaxshiroq natijalarga erishib, mana hozir doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilyapti. Va ularning salohiyatiga qoyil qolgan odamlar o'zining firmalarida, o'zlarining kompaniyalarida ishga olyapti. Hozir ko'pgina yoshlarimiz o'sha chet el kompaniyalarida boshqaradi. Hozir o'sha bir yigit, o'zimizdan chiqqan yigit hozir butun Amerika Qo'shma Shtatlarida jahondagi o'sha nima tizimini logistika deymiz-ku, transportlar bir joydan ikkinchi joyga tashish, shuning boshida o'zimizdan chiqqan bir yigit hozir boshqarayotgan ekan. Uni uyda turib sun'iy intellekt bilan boshqaryapti. Shunaqa salohiyatli yoshlarimiz kam emas, ko'p. Buning ildizida qadimgi ota-bobolarimizda mavjud bo'lgan ikkita muhim xususiyat sababchi bo'lgan. Birinchisi, o'sha ota-bobolarimizda o'sha matematik tafakkuri bo'lgan. Mana shu tafakkur hisoblash qobiliyatida o'sha davrdan hozirgi paytga juda yaxshi rivojlanib kelgan. Shuning uchun ham biz ham buyuk matematiklar, buyuk astronomlar, buyuk geograflar, nimalar geodeziya bilan shug'ullanadiganlar yetishib chiqqan. Ikkinchi jihati, biz yoshligidan o'sha farzandlarimizga yod olishni o'rgatganmiz. Ya'ni boshqa tillarni yod olish, berilgan matnlarni yod olish, Qur'oni Karimni yod olish. Inson qanchalik ko'p materialni yod olsa, uning miyasi yaxshi ishlay boshlaydi. Xotirasi kuchayadi. Xotirasi kuchli odamlarning aqli ham kuchli bo'ladi. Bizning ota-bobolarimiz bejiz xotiraga, yodlash qobiliyatiga va matematik tafakkurga e'tibor berganligi bejiz emas ekan. Shu o'zining samarasini bergan, doim samarasini bergan. Mana Mirzo Ulug'bek otda turib bemalol quyoshning qiyaligini aniqlab Avstraliya berdi. Va o'sha necha gradusda ekanligini, soat necha bo'lganligini minut sekundigacha aytib bera olgan. Bu otda turib hisoblayapti. Yana u trigonometrik funksiyalarni hisoblayapti. Trigonometrik funksiyalar jadvali bor-ku, 4 xonali Bradiy jadvallari derdik maktabda. Ana o'shani yoddan bilgan Mirzo Ulug'bek. Va shuning shu jadvallarni tuzishda ham birinchi bo'lib shular tuzishgan. Bu bizda 4 xonali deymiz, ular 6 xonali jadval tuzishgan. Minutlarni. O'sha Mirzo Ulug'bek yaratgan astronomik observatoriyada ham ularning nima kengligi katta bo'lgan, shuning uchun ularning hisob kitoblari boshqa zijlarga nisbatan, boshqa jadvallarga nisbatan aniqligi jihatdan ustuvor bo'lib kelgan. Sababi ularning o'sha hali qurgan Samarqandda qurilgan observatoriyaning imkoniyati. Bu kvadrant bo'lgan. Ko'plar sekstant bo'lgan deydi, 8dan bir qismi. Yo'q.
u past tomonidan to yuqori qavatdagi 3 qavatli bino bo'lganda ustdagi qavatdagi binolar qulab ketgan. Pastdagi bir qismi qolgan. Ko'radigan hozirgi. U sekstantga to'g'ri keladi. Lekin bularni yuqori o'sha 3-qavatning tepasidan turib ham kuzatishga olib borishgan. Kvadrant demak. Kvadrant. O'sha bunday qaraydigan bo'lsak, to'g'ri burchakli 3 burchak. Agar sekstant bo'lgan taqdirda ham o'z zamoni uchun eng katta sekstant ekanda. Bunaqangi kattasi bo'lmagan ekan. Bu Mirzo Ulug'bek yoshligida o'sha nimada Qorabog'da yoshligi o'tgan-ku. O'sha joyda nima shahri Nasriddin Tusi yashagan shahar yaqinroq. O'sha yerga borib, sayohatga borishib, ularning hali qurgan observatoriyalarni ko'rib havas qilib yurganda, o'sha havas keyinchalik shunday observatoriyani qurdirishiga olib keldida. Inson yaxshi narsalarga havas qilish kerak. Yaxshi narsalarni orzu qilish kerak. Yaxshi narsalarni qanchalik ko'p yaxshilikni orzu qilsa, unga albatta inson erishadi. Pozitiv odamsiz. Sinergetikaga o'tsak bo'ladi? Bo'ladi. Bo'ladi, ha? Men shu o'tishimizdan oldin bitta narsani so'ramoqchi edim. Bizlar odatda endi dunyo qarash, metodologiya sifatida sinergetikani oladigan bo'lsak, avval dialektikani o'rganganmiz, shundan boshlab kerak. Keyin sizni o'qigan paytda dialektika muqobillari deb o'rgatilgan bizga, metafizika boshqalar, lekin sizni o'qiyotgan paytda ularni muqobil emas, ularni ham o'zini ishlash doirasi bor deb tushuntirasiz-da. Birinchi shundan boshlab bersangiz va keyin sinergetikaga o'tamiz. O'zi sinergetikani belgiyalik olimlar olimlar jamoasini tuzib, ular boshlab berishdi. Ular ko'proq ximiya reaksiyalarni, mana bu nimalardagi kristallanish jarayonlarini o'rgandi. O'sha joyda ma'lum bir holatda kristallanish o'zini o'zi tashkillashtirish holatlari bor ekan. Ular o'sha paytda o'ylashdi, demak, shu jonsiz tabiatda o'zini o'zi tashkillashtirish bor ekan. Qonuniyat ekan. deb shu doirada butun formulalarni hammasini ishlab chiqishdi. Va bular bu ishlab chiqqan qoidalarning hammasi keyinchalik qarasak boshqa joylarda ham paydo bo'lyapti. Hatto olaylik iqtisodiy jarayonlarda ham shu narsa bor ekan, o'zini o'zi tashkillashtirish jarayoni. Boshqa tarixiy jarayonlarni o'rganganda ham shunga duch kelamiz. Hatto xaotik qushlarning osmondagi harakatida ham shunaqa narsalar sodir bo'lar ekan. Hamma joyda o'zini o'zi tashkillash jarayoni bor ekan. O'zini o'zi boshqarish jarayoni bor ekan. O'zini o'zi takomillashtirish jarayoni bor ekan. Demak, bu umum ilmiy tushuncha ekan deyishdi. Va davrlar o'tishi bilan olimlar ham jamiyatda, ham tabiatda, hatto inson tafakkurida shu narsalarning ro'y berishini ko'rib, bu kattagina havas bilan tartib o'rtasidagi munosabatlarni tushuntiradigan bir metodologiya ekan deyish darajasiga borib yetdi. Keyin biz o'sha mani shogirdlarim, sizlar hammalaring tadqiqot olib borganlaringda shu narsaga duch keldikki, masalan, metafizika faqatgina harakatsiz bo'lgan sistemadagi munosabatlarning o'sha aloqadorliklarni juda yaxshi tushuntirib berar ekan. Chunki ta'lim berish jarayoni ham ma'lum bir ma'noda metafizikaga asoslanadi. Masalan, suratni ko'rsatamiz, birorta jarayonni ko'rsatamiz. Shu narsa bir qotib qolgan bir holatda ko'ramiz. Ya bo'lmasa bir nimaga borsak, meditsina fakultetiga borsak, ular odamlarning har bir a'zolarining nimalarini yasalgan organlar, nimadan yasalgan organlardan, nima edi? Plastmasadan yasalgan organlarni ko'rsatib o'rgatadi. Bu jarayon, bu yondashuv, metafizik yondashuv bunday qarasak. Lekin olamda hamma narsa o'zgarishlar, rivojlanishda-ku. Ana shu o'zgarish, rivojlanishlarni tushuntiradigan ta'limot bu keyinchalik asoslandi. Bu dialektika ta'limoti. Dialektika butun
olamdagi hodisa jarayonlarining beto'xtov o'zgarishi hamda umumiy aloqadorliklarni aks ettiruvchi bir ta'limot, bir metodologiya deb tushuna boshladik. Lekin bu metodologiyaning qo'llanish doirasi ham chekliroq ekan. Sinergetika bu nochiziqli jarayonlarni ham tushuntiradi. Nafaqat chiziqli jarayonlarni, nochiziqli jarayonlarni ham tushuntiradi. Ratsional hodisalar bilan bir qatorda irratsional hodisalarning ham zamirini sinergetika to'g'ri tushuntirib bera oladi. Shu jihatdan demak hali dialektikaning nimasi obyekt doirasiga kirmaydigan hodisalarni ham tushuntiradigan bir metodologiya bor ekan. Bu metodologiya sinergetika deb tushuntira boshladi. Shuning uchun biz o'sha maqolalarimizdan birini o'sha kitoblarimizda bor. Birinchi kitobimizda sinergetika bu umum falsafiy metodologiyadir deb berganmiz. Demak, metafizika, dialektika, sinergetika bular bir-birini to'ldirib keladi. Bir-birini inkor etmaydi. Muqobil emas. Bularni bir-birini inkor etadi deb tushuntirardi. Shunaqa edi. Masalan, dialektika metafizikani inkor etadi. Yo'q. Dialektika ham ma'lum bir vaqtda metafizik usullardan foydalanadi. Sinergetika ham metafizik, ham dialektik usullardan foydalanadi. Bu faqatgina sinergetika o'sha umum falsafiy metodologiyalarni to'ldiradi va kengaytiradi. Uning qo'llanish doirasini, obyektini kengaytiradi. Ularda chiziqli jarayonlarga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lsa, chiziqli hodisalarni tushuntirishga, sinergetika esa nochiziqli jarayonlarni ham tushuntirib beradi. Sinergetika tartibni ham tushuntirib beradi, tartibsizlikni ham tushuntirib beradi. Shu nuqtai nazardan bu fan nafaqat fan, u umum falsafiy metodologiyadir. Bizlar shu nuqtai nazardan izlanishlar olib boryapmiz. Birinchi kitobimiz bu sinergetikaning asosiy tushunchalari, mohiyati, mazmuniga qaratilgandi. Ikkinchi to'plamimiz sinergetikaning nazariy jihatlari va amaliy jihatlariga, nazariya va amaliyot deb ataldi. Uchinchi kitobimiz sinergetikani ma'naviy hodisalarga tatbiq etdi. Ma'naviy jarayonlarni ham sinergetika tushuntirib bera oladi. Hatto shu masala bo'yicha so'nggi kungacha olimlar ma'naviy hodisalarni sinergetik tushuntirib bo'larmikan deyishdi. Hatto hozir ham o'sha opponentlar bor. Ular tan olgisi kelmaydi. Lekin sinergetika ma'naviy hodisalarni juda yaxshi tushuntirib beradi. Ma'naviy jarayonlardagi o'z-o'zini tashkillashtirish, u joydagi tartib va tartibsizlik o'rtasidagi munosabatlar yoki ratsional hodisalar bilan irratsional hodisalarni bir-biriga bog'lay oladi. Sinergetika shu jihatdan keng qamrovli, keng tarmoqli, har tomonlama yondashuvchi umum falsafiy metodologiyadir. Endi 4-chi kitobimiz tayyorlab bo'ldik hozirgi paytda. Bu sinergetika, sun'iy intellekt deb ataladi. Bunda biz ancha yillar ilgari boshladik, 3-4 yil ilgari boshladik. Sun'iy intellekt haqida, sun'iy intellektning xususiyatlari, tamoyillari, jihatlari, ta'limda sinergetika qanday namoyon bo'ladi, boshqa joylarda sun'iy intellekt ta'limda qanday qo'llashimiz mumkin, ishlab chiqarishda qanday qo'llashimiz mumkin va hokazo. Bu kitobimiz endi nashrdan chiqadi, lekin bu g'oyamiz ancha ilgari aytilgan edi. Ochiqni aytadigan bo'lsak, bizlarda ilgari surilgan g'oyadan keyin boshlanib ketdi sun'iy intellektga qiziqish jarayoni butun jahon fanida. Shuning uchun bizning olimlarimiz juda ko'p maqolalarni ingliz tilida chiqarishdi. Jahondagi taniqli jurnallarda bosilib chiqdi ularning maqolalari. Va o'sha maqolalarga hozir har taraflama snoskalar berishyapti. Iqtiboslar ko'payib ketdi. Juda e'tibor bilan o'rganishyapti. Mana Mahbubaning maqolalariga, Zarifaning maqolalariga, sizning maqolalaringizga, yana ko'p olimlarimiz maqolalariga hozir, chunki bularda endi hali sinergetikani rivojlantirish ishtahasi ochildi. Ishtahasi desak bo'ladi-da.
Bo'lmasa opponentlarni bo'lgani ham yaxshi. Mana bu har qanday inkor, verifikatsiya, falsifikatsiya uchun bu yaxshiroq. Yaxshiroq. Inkor qilinishi mumkin bo'lgan nazariyagina qabul qilinadi. Bizlar opponentlarimizdan xafa bo'lmaymiz. Opponentlarimizdan foydalanishga harakat qilamiz. Ularning hali nima argumentlarini rad etuvchi argumentlar izlab topamiz. Shu bilan ular bilan hali musobaqa qilamiz ma'lum bir ma'noda. Ustoz, siz va shogirdlaringiz O'zbekistonda sinergetika maktabini shakllantirgansizlarda. Endi biz kelajakda sinergetikani faqatgina 21-asr fani sifatida ko'rishimiz kerakmi yoki kelajak fani sifatidami? Sinergetika bu avvalo 20-asrda fan sifatida shakllandi. 21-asrda hamma sohalarga tatbiq etilmoqda, rivojlanmoqda va bu kelajakda ham insoniyatga juda katta foyda keltiradigan umumfalsafiy metodologiya bo'lib xizmat qiladi. Endi maktab shakllandi deb ayta olmaymiz, chunki to'g'ri sinergetika bo'yicha mening ko'p shogird, 10 dan ziyod shogirdlarim doktorlik dissertatsiyasini, nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilishdi. Bular ham hali o'zlarining shu chaqacha qilgan ishlaridan hali qoniqqani yo'q. Ular qoniqib, ertaga katta mukofotlar ola boshlaganda biz aytishimiz mumkin, "O, shunaqa maktab shakllanibdi" deb aytishimiz mumkin. O'shanda. To'g'rimi? Yo hozirdan endi maktab shakllandik deb ko'kragimizga urishgani vaqt erta deb o'ylayman. Maktabning kurtaklari bo'lmasa. Maktabning poydevorlari deylik. Mana bu shunda ustoz, mana bu tartibsizlikdan qanday qilib tartibga, yangilikka, rivojlanish paydo bo'lishi mumkin? O'zi tartibsizlik endi bundayda tartibsizlikning o'zining tartibi bor-da. Bitta olim kitoblarni har joyga qo'yib qo'yadi, bunday qarasangiz tartibsiz. Lekin bu olimning o'zining tartib bilan qo'ygani. Kunlardan birida Karl Marx qo'ygan kitoblarni nima kelibdi-da, kitoblar hammasi chiroyli qilib taxlab qo'yibdi. topolmadim. Kelib Karl Marx juda ham xafa bo'libdi. Men hammasini joyiga qo'yib qo'ygandim. Qaysi iqtibos qayerdan olaman? Endi hammasi buzib yubordi. Endi bu nima tartibsizlik? Bu nima tartibsizlik? Ko'rdingizmi? Bu tartib va tartibsizlikka qarashda qanday qarashga bog'liq. Mana hozirgi sinergetika bilan shug'ullanadigan olimlar tartibsizlikka ijobiy yondashadi. Ya'ni tartibsizlik bu kelajakda ro'y beradigan yangi sistemaning tartibning fundamenti, asosi deb qaraydi. O'zi butun olamning ustiga kelishi bir tartibsiz, xaotik jarayondan paydo bo'lganda, har qanday tartib vaqt soati kelib tartibsizlikka aylanadi. U tabiiy holat. Shuning uchun bu narsalarni bilish uchun juda ko'p fanlarni bilish kerak. Termodinamikani bilish kerak. Juda ko'p fizik fanlarni, kimyoviy jarayonlarni, kimyaga oid biologik jarayonlarni meni shogirdlarim hamma fanlarni o'rganishga harakat qiladi. Bularga shunaqa topshiriq berganmanki, shogirdlarimga birinchidan ko'p ma'lumotlarni ingliz tilida olasizlar. Shuning uchun ingliz tilidagi adabiyotlarni ko'proq o'qinglar. Ikkinchidan ma'lumotlarni olish bilan chegaralanmasdan ularni tahlil qilishni o'rganinglar. U ma'lumotlarning ichida yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Uchinchidan bu ma'lumotlarni ma'lum bir sistemaga solish qoidalarini o'rganinglar. Bizga eng kuchli sistemaga solish qoidasini o'rgatgan mutafakkir bu Abu Nasr Farabiy bo'ladi. Birinchi bo'lib fanlar klassifikatsiyasini to'g'ri yo'lga solgan olim shu inson bo'ladi. Mana shu tartibsiz jarayondagi tartibni vujudga keltira olish juda katta salohiyat hisoblanadi-da. Ba'zi bir odamlar tartibsizlikdagi tartibni ko'ra olmaydi. Inson har qanday tartibsiz jarayondagi tartibni ko'ra olish kerak. O'sha juda muhim va nomuhim narsani ajrata olish kerak. Birinchi, ikkinchi darajali narsalarni darrov payqay olish kerak. Uning uchun bunda
Sinergetik salohiyat bo'lishi kerakmi? Sinergetik tafakkur tarzi. Sinergetik tafakkur tarzi bo'lishi kerak. Bular shu narsalarga e'tibor qaratishadi. Shunda xaos, tartibsizlik tartibning onasimi? Shunday deb tushunsak Yo'q, bo'ladi. onasi otasi desak endi jaydari o'xshatish bo'lib ketadi. Aslida bular tartib, tartibsizlik bu dialektik birlikda. Dialektik birlikda. Sinergetika dialektikaga so'zsiz tayanadi. Dialektik birlik degani ayni paytda aytadi-yu. Zenonning aporiyalarida ham shu joyda, ham shu joyda emas. Demak, boshqa joyda. Bu joyda ham shu joyda, ham shu joyda emas. Harakat bu ziddiyatdan iboratdir. Deb har bir nuqtada ham shu nuqtada, ham shu nuqtada emas. Demak, qaysi joyda? Mana bu nuqtada ham ayni paytda shu joyda emas. Shuning uchun ham uzluksizlikning uzilishi, birlashishi, nihoyasizlikning chegaralangan joydagi chegarasizlikni ko'ra olish, chegarasiz joydagi chegarani ko'ra olish, chegarali joydagi cheksizlikni payqay olish bu sinergetiklarning asosiy nimasi. Dunyoga yondashish uslublari. Shuning uchun ham sinergetik tafakkurga ega bo'lgan odamlar boshqalarga qaraganda boshqalar ko'ra olmaydigan narsani ko'ra oladi. Boshqalar payqay olmagan narsani payqay oladi. Mana shu jihatdan ilgarigi bobolarimiz, allomalarimiz nihoyatda ziyrak bo'lishgan. Ko'pchilik ko'rmagan narsalar ular ko'ra olgan. Ko'pchilik payqamagan narsani payqay olgan va o'sha joydan muayyan qonuniyatni keltirib chiqara olgan. Ustoz, global ilmiy jarayonlarda o'zbekistonlik olimlarning o'rni, hissasi qanchalik bugungi kunda? Global imij sharoitidami o'zbeklarimizdan juda yaxshi iqtidorli olimlar chiqayapti, bundan keyin ham chiqadi. Mana hozir men aytishim mumkin. Biologiya sohasida, kosmik biologiya sohasiga akademik Bahriddin Zaripov juda katta xizmat qilgan. Bu odamning xizmatlariga juda katta mukofotlar bersa arziydi. Lekin u odamga Pavlov mukofotini bergan, boshqa mukofot berishmagan. Shunaqa olimlarimiz bor. Genetika sohasida juda kuchli olimlarimiz bor. Hozir yadro fizikasi sohasida ham yaxshi olimlarimiz bor. Masalan, solitonlar fizikasi sohasi bo'yicha bizning olimlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida katta maktablarni yaratmoqda. Ular o'sha asosan O'zbekistonda shu fanning fundamental asoslarini ishlab chiqishdi. Keyin kitoblarini ko'paytirib Amerika Qo'shma Shtatlarida 3-4 ta nimalar yirik olimlarimiz izlanishlar olib bormoqda. Endi O'zbekiston bilan ularning aloqalari juda kuchli. Yaqinda o'sha olimlarimizdan bittasiga akademik unvon berildi. Abdullayev degan olimimizga. Yana boshqa sohalarda ham olimlarimizning imiji, ya'ni ayniqsa matematika sohasidagi olimlarimiz. Ular New York universitetda, boshqa taniqli universitetlarda dars berib berishadi professorlarimiz. Moskva universitetida ko'pincha bizlarning olimlarimiz borib ilgari o'sha ilmiy kengashlarni boshqarardi. Masalan, Sag'di Hasanovich Sirojiddinov rahmatlik. Mana shu odam juda ko'p mutafakkirlarimizning fanga qo'shgan hissalarini ko'tarib chiqib, uni rivojlantirish kerak degan g'oyalarni ilgari surgan olim. Masalan, Xorazmiy bo'yicha ham, Beruniy bo'yicha ham, Ibn Sino va boshqa mutafakkirlarimiz haqidagi ularning fundamental g'oyalarini tushuntirib bergan. Bizda o'sha maydon nazariyasi bo'yicha, tenzorlar hisob-kitobi bo'yicha, yarim o'tkazgichlar fizikasi bo'yicha olimlarimiz bor. Hammaga u olimlarimizni qo'llab-quvvatlashimizda, u olimlarning ishlarini ko'rsata bilishimizda. Biz ko'pincha olim ekan deymiz,
juda ham yaxshi nima meditsina sohasiga yaxshi hissa qo'shgan olimlarimiz bor. Yangi dori turlarini tayyorlagan olimlarimiz bor. Ular hamma gap ularni yuzaga chiqarishdida. Bizdan juda ko'p Nobel mukofoti laureatlari ham chiqishi mumkin edi. Lekin chiqmadi. Sababi nimada? Masalan, Yolg'on Xolmatovich To'raqulov bilan nima bo'qoq kasalligining asosiy sababchi bo'lgan nimani topishdi. Yod yetishmasligidan paydo bo'lishini. Va butun dunyoga ularning nimasi metodi joriy etildi. Insoniyat mana shu nimadan darddan xalos bo'ldi. Ko'pincha mana bu joyda katta shishib ketadigan shish paydo bo'lardi odamlarda. O'sha yod yetishmagan holatda shu sodir bo'lar ekan. Bularning ishiga Nobel mukofoti berish mumkin edi. Lekin Sovet davrida ularni Nobel mukofotiga emas, Lenin mukofotiga tavsiya etishdi. Shunaqa olimlarimiz ko'p bo'lgan. Habib Abdullayevga ham shunday. Bu haqda nimaning esdaliklari bor. Muhiddinovning. Muhiddinov Xrushchevning oldiga olib kirgan ekan Habib Abdullayevni. Hali geologiya sohasida kashfiyot qilgan yosh olim sanmisan? Qo'ysan Nobel mukofotiga hujjatingni yubormay qo'ya qol. Men senga undan ham zo'r bo'lgan obro'li Lenin mukofotini beraman deb Lenin mukofotini bergan. Aslida Habib Abdullayevga aytishadi nima? Kim? Yaponiya olimlari tavsiya bergan ekan. Keyin mana shu Samarqandda Shirinqulov. Bu odam akademik. Binolar qurishdagi seysmopoyez g'oyasini ishlab chiqqan. Va bu metoddan butun dunyo foydalanyapti hozirgi paytda. O'sha olimni yaponiyaliklar Shirinqulov degan olim bor, sizlarda bormi deb nimadan Islom Abdug'aniyevdan so'ragan ekan Yaponiyaga borganda. Keyin bizda shunaqa olim bor ekan. Samarqandda edi, uni tanirdim-ku. Shirinqulov shu mashhur olim ekanda. Bu odamga Samarqanddagi nimani Fanlar akademiyasining bo'limini ochib berib, unga Samarqand filialining prezidenti bo'lib ishlab yurdi-yu. Mana shunaqa bir ajoyib olimlarimiz bor. U tarix sohasida ham yaxshi kuchli olimlarimiz bor. Manbashunoslik sohasida ham kuchli olimlarimiz bor. Mana vafot etib ketdi, Xudo rahmatli Ubaydulla Karimov Beruniyning Saydana asarini juda qiyinchilik bilan shu u filolog tahlil qilish bilan birgalikda u kimyoviy moddalarigacha o'rganib chiqqan. O'simliklar turlarigacha, uning tarjimalarigacha o'rganib chiqqanda shuni yozib chiqqan. Uning hatto nomzodlik dissertatsiyasiga fan doktori unvoni bermoqchi bo'lishgan. Ustoz, O'zbekistonda madaniyat xodimlarini juda ko'pchilik taniydi, lekin olimlarni ko'pchilik tanimaydi. O'zi loyihamizdan asosiy maqsad ham O'zbekistondagi olimlarni tanitish, fanni muayyan darajada ommalashtirish. Bugungi suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Aslida olim zoti nima bo'lish kerak emas. O'sha mani ko'rsatinglar deb intellektual kamtarlik. Olimning ishlari namoyon bo'lish kerak-da, uni qilgan ishlari, kashfiyotlari. El o'zi biladi kim nimaga loyiq, qanday ekanligini uni. Rahmat. Lekin sizlarning ishlaring xayrli ishlar. Albatta olimlarning qanchalik ularning ilmini, salohiyatini ko'rsatib bera olsalaring, shu olimga bo'lgan mehr muhabbat kuchayadi tinglovchilar orasida. Va ular taniydi, shunaqa olim bor ekan deb. Shunaqa olimlarni chiqarish kerak-da. Mani chiqarib nima qiladi? Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Olimlarni chiqarish kerak. Rahmat. Mana shunaqa narsalar ko'p. O'zi loyihamiz ham asosan fanni iloji boricha ommalashtirish haqida. Shularni nima qilish kerak? O'sha ko'p olimlarning kashfiyotlarini ommalashtirish kerak. Endi nima Ilhom, boraylik, men sizlarga bir ujin olib beray.
yashil bo'ladi yo ko'k bo'ladi xohlaganing qilaman deganda yashil. Shu payt ishi gapirganlarni eshitib olganmiz. Opang deydi. Onamizdan o'g'irlab keldik. Ko'p bo'lish kerak. Xohlasa yashil bo'lsin, xohlasa ko'k bo'lsin. Ha, foningizga qarab. Kayfiyatingizga qarab. Kayfiyatga qarab. Tugatamiz, yig'ishtiramiz ha? Ketdik. Hozir semiz. Çok senga chin ko'ngildan mashinalardan rahmat. Oxirida sho'xlikka videolar chektiramiz degan joyimiz bor. Agar siz ustoz bilan tanib qo'ying, hozir shu. Ustoz. Ucuz zamasın.